Assalomu alaykum. Qadrli YouTube'miz a'zolari, Xudo xolasa mana keyingi zakasiz bilan tayyor bo'ldi. Bu yerimizda 8 teshik oftaron qilib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Hammasi bir qanotli ishlar bo'ldi. Qanotli ishlar mana. Banolar ham zo'r chiqqan. Lomlar ham konkretli chiqqan. Xudo xolasa mana tepalari ham bor. Mana tepalarda ham bor. Lestnisi yo'li uchun hozir o'rnatdik uni ham, kattaman chiqib o'rnatdik. Kim kerak bo'lsa telefon qila olasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz, vodiy bo'ylab olib borib beramiz. Nomerimiz 97 224 2255. Kimda qiziqarli savollar bo'lsa, savollar berishingiz mumkin. Kommentariyada yozsanglar javob berishga harakat qilamiz. Alloh xolasa ishlarimiz 8 da bo'lgan. Buni Andijon viloyati Paytiq o'rnatdi. Shogirdlar bo'lsa ham olamiz. Shogirdlardan ham Xudo xolasa yotoqlari bor, chiroyli, hamma yoq zo'r qilib asfalt ikki mahal bo'ladi. Konkretni mana shu havoda bu ish xalas qilib namaga bo'lsa shogirdlar berishlari mumkin. Va xolasa mana zo'r qilib beraveramiz kim kerak bo'lsa. Hammalarga rahmat, ishlarga omad. Yana podpiskalarga olmanglar.